Kelinlarning 3 xil tipi bor. Birinchi tip qaynini qaynota bilan yashaydi, ularni rozi qiladi, xizmatini qiladi, erini rozi qiladi, xizmatini qiladi, bolalarni tindirib qo'ygan, ertalab 5 ta turgan, osh-ovqat hamma narsaga ulguradi. Yugur. O'ziga vaqti bo'lmasa ham bor-ku, butun erini, oilasini tindirib qo'ygan. Bo'sh vaqti bo'lsa qaynigachi, qayni singillar uyini tozalab kelib, ularni bolasini ham boqib qo'yadi. Ikkinchi tip kelinlar bor. Ular yashab bersa bo'ldi. Ulardan qaynini qaynota ham cho'chiydi-da. Eram uni ko'ziga qarab turadi. Uni qo'ynidan ortiq gap gapirishmaydi. Salonlar, tirnoqlar, kipriklar, dastavkalardan ovqatlar yeydi. Bolalari ham kasal bo'lmaydi uni. Xolisa toqqa boradi, boqqa boradi. Hech kimdan so'ramay, xohlagan joylariga borib kelib, mazza qilib yashab yuraveradi hayotini. Uyini pozalashlari bilan ishi ham yo'q. U yashash uchun kelgan bu hayotga. Uchinchi tip qaynini qaynotani rozi qilib, er-o'g'ligini xizmatini qilib, roziligini olib yashagisi ham keladigan. Lekin hayot bir marta beriladi-yu, o'zim uchun ham yashash